deyman. Hop, tak. To'g'ri bir mavzu qaranglar. Qaysi javob to'g'ri keldi mana bunga? Buni o'zimiz qildik maktabda. Qaysi edi javob? To'g'ri bir. Birinchi savolda. Right? Water milfoil methane haqidagi gap. Metan. C-midi? Точно? D? A-midi? O'zim tushuntirib beruvdim mana. C-A qilib tashlabsizlar, Hop, qaranglar. Logika qanaqa edi? Tekstni full o'qi. Main gapni top. Topiki nima? Asosiy topik nima? Основная идея какая? Продавс? Нужно это найти сначала. Hop, birinchi o'qib olinglar. Nima deb o'qiymiz mana? Microbes that live in shallow lakes and ponds produce methane. Hop, mikroblar lake bilan pondda yashaydiganlar, ko'llarda yashaydigan kichkina suvlarda demoqchi. Mikroblar metan ishlab chiqarsa ekan deyapti. Harmful greenhouse gas. Ya'ni metanni zararli greenhouse gaz deyapti. Hop. Ecologist Ralph Aben and his team wanted to see how different types of shallow water plants might affect the amount of methane that escapes in the atmosphere. Nimadan gapiryapti endi? Mana ekologist bor ekan, to'g'rimi? Nima qildi bu? Nimadir o'tkazibdi, to'g'rimi? Nima o'tkazibdi? Research o'tkazganmi deyman, to'g'rimi? Xulosa qilmoqchi. Nima haqida? Ba'zi bir turdagi o'simliklar bor ekan, suv osti. Atmosferaga metan chiqarib olishini ko'rsatib berish kerak ekan. Shu narsa haqida gapiryapti. Keyin nima ketdi mana? Aben's team set up some water tanks with soil and microbes from local ponds. Ya'ni Abenning timi yaqindagi mahalliy suvlardan местных водах начали проверять что? Растения. Ya'ni mahalliy suvdagi nimalar tekshiryapti? O'simliklarni. Hop. Endi some tanks had a type of wonder plant that grows in the soil called water milfoil. Ya'ni ba'zi birlarni qayerda o'sar ekan? Ba'zi bir turdagi yong'inlar, o'simliklar. Water milfoil ekan. Bilmayman buni tarjimasini, lekin aytibdi mana shu narsada. Chunki bu onaqa narsada bu qanaqadir atama. Buni hamma ham bila olmaydi. Просто bilki mana shu narsani ichida o'sayotgan ekan. Внутри этого растет. Перевод невозможно узнать всего. Butun terminologiyani hammasini yodlolmaysizlar-ku. Yodlab olasizlar. O'zing sohangga mosini yodlashing mumkindir keyinchalik, lekin hammasini emas u. Hop, ketdi. Other tanks had either duckweed, ya'ni ba'zi birlarda tanklarda nima bor ekan? Duckweed bor ekan. Buni ham bilmadim, lekin duckweedligini bildim. Men bitta obyektim bor ekan duckweed. Tushundinglar-a? Tarjimasini bilmadim, balkim o'simlik bu qanaqadir, suv osti o'simlik. Bilmayman qanaqaligini. Chunki hamma o'zi suv osti o'simliklarni men ham bila olmayman-da, to'g'risida. Type of a plant that floats on the water surface. Nima ekan? Duckweed. Suv yuzasida turadigan narsa ekan. Surface esinglarda, поверхность deydi. Balkim nimadir suv ustida turadigan o'tlardir, qanaqadir. Buni bilmayman men. Ketdi. Or algae debdi. Bu algae ham nima? O'simlikda. To'g'rimi? Qanaqadir o'simlik. Chunki aytibman, duckweed or algae deb tushuninglar. Men prosta shunga qo'shimcha mana types of plant that floats on water surface zot. Bu prosta tushuntirib beryapman duckweedni. Oradan keyin keldi nima algae, demak bu ikkinchi obyekt o'sha. Ketdi. Evan and his team found that tanks with duckweed and algae released higher levels of methane. Nima deb solishtiryaptimi? Nima deb solishtiryapti? Duckweed bilan algae nima ekan? Ko'proq metan chiqarib yuborar ekan deyapti atmosferaga. Nimadan? Water milfoildan ko'ra deyapti. Tushundinglar-a? Men bular tarjimasini bilmadim o'zim. Prosta bildimki, mana shu narsa ikkita narsa solishtirildi. Hop. This finding suggests that, ya'ni bu izlanma, ya'ni topilgan narsa nimani xulosa qilib beryapti deyapti. Nima haqida fikr beryapti deyapti. Qara, fikr bersang, sen nimada fikr berasan? Misol uchun, jahon chempionati yutqizib qo'ydi, Argentina eng dabdala komanda desam, yoki Ispaniya eng zo'r komanda desam.
deb bo'lmaydi unaqa narsa, to'g'rimi? Eng zo'ri deya olasan nimagadir. Xulosa berayotganingni engini ishlata olmaysan, to'g'rimi? Ya'ni sizlarga ham shunaqa xulosa aytaman, ekstrem so'zlardan qochinglar. Best, most shunaqa ekstrem, mana eng zo'ri, eng degan so'zlardan qochinglar. Chunki xulosa berganingsan unaqa deya olmaysan. Chunki bu qanaqadir izlanma. Izlanmada hech kim ayta olmaydi bu eng zo'ri ekan. Bundan ham zo'ri chiqishi mumkin. Tushundinglarmi? Hop, demak. We chose most logically completes the text dot, to'g'rimi? Endi variantlarni o'qiymiz. Hop, variant qarang. Men sizga yana uni qilib beraman. Nimaga men hozir bitta-bitta tushuntirib berdim matnni desa, matnni bitta mana tushuntirib bergan, ma'nosini bilib oldinglar, o'zinglar uchun. Men yerda parafraze qila olasizlarmi? Nima berilganini bilasizlar, to'g'rimi matnda? Shunda qidirayotganinglarda men parafraze qilingan variantini qidiringlar. Ya'ni sinonimlashgan variantini. Ma'no jihatdan. То есть то, что имеет одинаковый смысл. Ekstra informatsiya qo'shmanglar, qo'shimcha ma'lumot kelib qolmasa o'zidan-o'zi. Qo'shimcha ma'lumot kelib qoldimi, bu xato bo'ladi. Hop, endi qaranglar. The presence of some kind of underwater plants like water milfoil helps prevent methane from escaping shallow lakes and ponds. Nima deyapti? Some kind of water plants deyapti. Qanaqadir turdagi nimalar? Water plantlari nimasi deyapti? Like water milfoil helps prevent methane from escaping shallow lakes pond. Ya'ni metan tashqariga chiqib ketishini nima qilar ekan? Oldini olishi mumkin ekan. Sizlarda tekstda nima dedi? Bari kitob ko'r. Metan paydo bo'ladi dedi. Bu yoqda nima gap beryapti? Xuddi shuni teskarisini beryapti. Kim A tanladi? A tanlaganlar xato. Prevent degani oldini olishdi. Bilmagan so'zing ustiga yozdim-manu. Chunki bilmagan so'zingga qiynalasan baribir. Hammani vocabni bera olmayman men senga, chunki 50 mingta so'z bor. Yiliga yana oshib boraveradi u so'z. Bilmaganing ko'ri bor o'zing uchun. Hop. Shallow lakes and ponds release more methane than deeper bodies of water because shallow bodies of water usually have more plants than deep bodies of water do. Shunaqa dedimi gapda? Nima deyapti men misol? Men variant. Shallow lake and ponds release more methane deyapti. Ya'ni metanni ko'proq chiqazar ekan. Chem deyapti, ya'ni nimadandir? Nimadan? Suv ostidagi narsalardan deyapti. Bu haqida gap aytdimmi yo'qmi? Yo'q, bu ham ekstra informatsiya. Kerak emas bizga. Hop. Shallow lakes and ponds are more likely to contain algae than they contain either water milfoil or dark wheat. Nima deganimda, shallow lakes ponds are more likely to contain algae than contain other milfoil. Either milfoil or dark wheat. Salmash joyini tushunmadim. Shallow lakes and ponds are more likely to contain, ya'ni katta ehtimol bilan algaga ko'proq olar ichida bo'lar ekan, contain qilar ekan. Mana shu suvlar ichida bo'lar ekan deyapti. Chem nimadan? Water milfoil or dark wheatdan deyapti. Bu gap bormi? Qatta, mana shunaqa gap eshitdinglarmi? Yo'q, menimcha yo'q ham bu haqida ham gap. Bormi? Tak. Shallow lakes and ponds. Shallow lakes and ponds degan joy qayerda? Tak, shallow lakes and ponds. Produce more methane and carbon greenhouse gas. The shallow water plants might affect the amount of methane escaped into the atmosphere. Evans team set up water tanks with soil and microbes. Nima dedi? Hatta men aytdim shu. Even in history found that tanks with dark wheat and algae. Then thanks. To'g'ri. Yaxshi yotdi. Lekin to'xtanglar. Qaytardik lekin olib ketib qolmanglar sirazi.
Tekshiringlar variantlar hammasini. Chunki 3 ta xato variant borda, aniq. Ikkitasini men aniq aytaman, umuman matnda berilmagan gap bo'ladi. Ikkitasi bir-biriga nima bo'ladi? Ma'no jihatdan yaqin bo'ladi. No bittasi slishkim yuzaki bo'ladi. Ya'ni to'g'ri aytib bermaydi ma'lumotni. Bitta narsani aytib ketib qoladi bo'ldi. Bundan xulosa qilib bo'lmaydi. Hop. Demak, men haqida ham gap topa olmadim. C ham ketdi. Hop, endi D da having a mix of algae, underwater plants and floating plants is the best way. Qaranglar, nima deyapti? Best way deyapti. Eng zo'r yo'li deyapti. Nima ekan? Ya'ni har xil turdagi underwater plants bo'lgani, algae bo'lgani, nima ekan? Eng zo'r yo'li ekan reduce the amount of methane in shallow lakes and ponds. Ya'ni metan уровенini tushirish uchun eng zo'r yo'l ekanmish. Shunaqa gap gapirdimi? Aytdimmi boya xulosa qilganini nima qilish kerak? Eng zo'r degan narsalardan qochinglar. Eng degan gapdan qochinglar. Eng yomonimi, eng zo'rimi qochinglar. To'g'ri, mana ko'rasan bir xil почти narsaga просто meni yedirib qo'ygan narsa nima bo'ldi? Mana best way degan joyi xato bo'ldi. Ma'no jihatdan tarjima qilib ko'ringlar, mana men best way bo'lmasa nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. To'g'rimi? Nima ekan men oldini olishga, bu kamaytirishga. Yaqin-ku ma'no jihatdan, to'g'rimi? Просто meni yedirib qo'ygan joyi mana best way yoqmadi menga. Eng zo'r yo'l emas demoqchi. Bunaqa gap aytmadi-yu, yo aytdimi? Bo'ldi, bu xato значит. Javob A ekan, to'g'ri. Zo'r. Bo'ladimi? Tushundinglarmi yo'q? Savol? Asalbek? Nisora? Samira? Samira siz belgilaganda ismingizga moslab belgilabsiz-da. Xo'p, ketdi keyingisi. Nima bu? O'qinglar. A. Nimaga A? Hop. Aha, bu to'g'ri. To'g'ri, o'zim qilib berdim buni. To'g'ri. A deysizlarmi? B, C, D. D'mi? Yaxshi. Asalbek? Bormi shunaqa variant? Kim aytdi G deb? Shunaqasi ham bor ekan. Hop. Qaranglar. Buni ham bitta analiz qilib olaylik o'zimiz uchun. Xulosa qilganda nima qildik? Bitta matnni o'qidik. Main ideyani qaradik, to'g'rimi? Main ideyani qaragandan keyin nima qildik? Variantlarni o'qidik. Variantda nimani chiqarib olishim kerak iloji boricha? Best way degan mana shu ekstrem so'zli variantni chiqarib olinglar. Tushundinglarmi? Yo'q, yo'q xulosa qilib ketish muammo bo'lmaydi. Chunki best way mana shu ekstrem so'z bilan bergani bor-ku, ko'pincha men oxirida 50-50 bo'lib qoladigan variant bo'ladi-da. Shuni chiqarib olsanglar o'zi bitta o'zi aniq qolib ketadi. Hop, qaranglar. Bitta o'qidik mana. In their book Smart Pricing, Jagmohan Raju and Z. Johnson ismlari zo'r ko'rasizlar. Consider musician use of the non-traditional pay as you wish pricing model. Men bu ikkita Hind bo'lsa kerak va Xitoylik bo'lsa kerak, qattandir ko'rishib qolgan. To'g'rimi? Nima qildi? Consider qildi. Beribdi nimaga? Muzikantlarga use of the non-traditional, ya'ni noan'anaviy pay method beribdi. Pay as you wish. O'zingiz xohlaganingcha to'ladigan to'lov turini beribdi. To'g'rimi? Hop. Endi qaranglar. Ketdi. Mana this model generally offers listener the choice to pay more or less than the suggested price for a song or album, or even to pay nothing at all. Ya'ni nima demoqchi? Bu model nima qilar ekan? Umumiy hisobda aytayotdiki, eshitayotgan odamga nima taklif qilar ekan? Berilgan narxidan ko'ra ko'proq to'lashi yo kamroq to'lashi yoki umuman to'lamasligi imkoniyatini berar ekan. Eshitgan qo'shig'i uchun, albom uchun. To'g'rimi? Shunaqa gap aytdimi? Hop, ketdi. As the authors note, that's the option most listeners choose for an album by the band Harvey Danger. Nima debdi? As authors note, that's the option listeners choose for an album by the band Harvey Danger. Ya'ni
ko'pchilik eshituvchilar qaysi avtor qo'shig'ini eshitishni yaxshi ko'rar ekan, tanlar ekan. Men Harvey Danger. Bo'ldi, bu keraksiz ma'lumotni bo'yladim o'zimga. To'g'risida nimadir menga yaqin narsa bermadi. Son bermadi, qanaqadir nisbatli bermadi, solishtirmadi. To'g'rimi? Mayli, keraksiz deb oldim. Mayli, ko'ramiz, balkim kerak bo'lar. Only about 1% opted to pay for the album. Ya'ni aytmoqchi, faqatgina 1% nima qildi? To'lashga tanlov qildi. Ya'ni mana shu pay as you wish modelda eshitgan odamlar xohlaganicha to'ladigani, faqat 1% to'lashni xohlabdi. Qolganlar to'lamagan. Tushundinglarmi? Hop. Resulting in earnings below the band's expectation. Ya'ni result nima bo'libdi? Topilgan daromad bori kutilgandan ko'ra pastroq bo'libdi. Tushundinglarmi? Endi but, qaranglar, but deyapti. Ko'rdinglarmi? But. Men sizlarga aytganman, but, however, while, ya'ni lekin degan so'z aytadi-yu. Demak, nima beradi ikkinchi qismida? Xuddi shunga qarama-qarshi fikr aytarmidi? Sen ham nima variantda nima qilishing kerak? Shu ikkita qarama-qarshi fikrni umumiy olganini olishing kerak. Ya'ni plus gap aytgan, minus gap aytgan. Ikkalasi ishtirok etgan variantni olishim kerak deganman. To'g'rimi? To'g'ri keladimi shunaqa qilsang? Hop, endi qaranglar. But the authors also discussed musician Jane Seabury, who saw significant earnings from her pay as you wish online music store as a result of many listeners choosing to pay more than the store suggested price, hence the pay as you wish model made. Hop, aytibdi. Nima deysan? Manba Jane Seabury degan ayolni earning, ya'ni daromadi katta bo'libdi. Sezilarli darajada bo'libdi. Chunki bu ayol mana shu pay as you wish model orqali ishlaganda eshitgan odamlar ko'proq to'lash xohlabdi, chem aytilgandan ko'ra. Qaranglar, kontrast berdimi? To'g'rimi? Mana nima deyapti? Only 1% opted to pay deyapti. 1%gina to'lagishni xohlashdi, to'g'rimi? Lekin bitta u yoqda ajralib turgan muzikant bor ekan. Undagilar bor-ku, uni eshitgan qo'shig'ini eshitgan odamlar. Ko'proq ham to'labdi aytilganda. Hop, endi variantni shunga yaqinini topishimiz kerak. Ya'ni ikkita fikrni umumiylashtirib olgan, ya'ni result qilib, conclude qilib bergan narsa kerak, xulosa qilib bergan narsa kerak. Hop. Prove financial successful for musicians but disappointing for others. Qaranglar, zo'r kelyapti. Ikkita fikr aytibdi. Ba'zi birlar zo'r foyda olibdi, ba'zi birlar omadli foyda. To'g'rimi? Mana oxirdagi mana bu Jane Seabury foyda olibdi, lekin qolgan 99% odam olmagan. To'g'ri kelyapti fikrga? Ikkala fikrni oldim, plusi ham minusi ham. Hop, buni olib qo'ydim men 50-50 deb. 50%. U beraman nima hozir bunga? 50%. Ishonaman. Hop, ketdi endi. Hold greater appeal, financial appeal for bands than for individual musicians. Yo'q, bu vaqti teskari fikr. Teskari fikr va berilmagan fikrda, to'g'risini aytgan. To'g'rimi? Yo, berdim mana shunaqa. Gruppalar ko'proq topar ekan moddiy odamlar. Deganlar 5 tasini aytdi. Ketdi xato. Chaos most musicians who use the model to lower the suggested price of their songs and albums over time. Nima deyapti? Sababi nima bo'libdi? Ko'pchilik muzikantlar model to lower the suggested price, ya'ni aytilgandan ko'ra kamroq to'labdi deyapti ko'pchiligiga. Qaranglar. Nimadan qochinglar dedim boya? Ekstrem so'zdan. Nima bor mana bu yerda? Most. Eng ko'p, почти hamma muzikant demoqchi-da. Men gap aytolmayman, xato. Bo'ldi. Tushundinglar-a? Chunki xulosa hech qachon most bo'la olmaydi, ekstrem so'z bo'la olmaydi. Ketdi. More strongly reflect difference in certain musicians' popularity than traditional pricing model do. Qaranglar. Mana shu popularity bo'lmaganda bu variant ham yaxshi kelardi. To'g'risini aytaman. Yaqin joylari bor bar fikrga. Lekin umumiy hisobda popularity haqida gap aytmadimmi, demak, xato. Tushundinglarmi? Qaranglar endi. Mana 50-50 variant bo'lishi mumkin dedim men ikkalasida. 50-50 variant qaysi biri bo'lardi deganda, men C bo'lardi-da. Aytaman, ko'pincha ekstrem so'z bor, mana most, best, mana ko'rdinglar-ku?
Bular ko'pincha 50-50 variant bo'lib qoladi to'g'ri javob mana. Tushundinglarmi? Mana. Musicians who use the model suggest price their songs and their albums over the time. To'g'ri kelyapti mana, ma'no jihatdan o'ylab ko'r, mana 99% to'lamayotgan ekan. Aytilgandan ko'ra to'lamayapti. Ko'pchiligi-yu, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri, bu ham ma'no jihatdan to'g'ri kelyapti, lekin men most degan variantni olmaylar. Xulosada most bo'lmaydi. Ekstrem so'z bo'lmaydi. Ma'no jihatdan bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin xulosa jihatidan xato. Tushundinglarmi? Xulosa oxiridagi qismi xato bo'lib qoladi. Значит, javob kim B, C, D qildi? Battar bu. Yaqin kelibsan. Firdaus, какой вариант? Хорошо. Abzor? Aslida bo'lar ekan shunaqa qilsa. Xato. Saniki? Aytdimi? Strategiya qanaqa ekan? Yeding lekin. Bo'lmadi. Hop, buni strategiyani qator yozib bering. Read full sentence. To'g'rimi? Tushunarlimi? Can note main idea. Abdulsora nima ekan? Birinchisi o'zbekchada nima? Butun gapni o'qinglar. Прочитайте всё. Понятно? Tushundinglar? Can note main idea deyapman. Asosiy fikrni belgilab olinglar o'zinglar uchun. Основную идею нужно распознать. Понятно? Hop, ikkinchi qismi. Read the option. Nima qilar ekanmiz? Variantlarni o'qib olar ekanmiz. Нужно прочесть варианты. Keyin buni ichida exclude extra informatsiyalar. Tushundinglarmi? Extra informatsiyalarni va extreme so'zliklarni. Tushunarlimi? Extra info mana va extreme words. Bo'ldi, mana shu ikkita elementni o'zi sizlarga yetadi. Tushundinglarmi? Orada men qo'shimcha berishim mumkin. Bitta narsa mana but, however, while degan so'zlarni ko'rdinglarmi? Xulosa qilinglarki, oxirdagi variantdagi javob ikkalasini ham olgan bo'lish kerak deyishim kerak fikri. Tushundinglarmi? Bo'ladimi? Bu endi 3-kerakli qismi demayman, chunki hamma savolda ham bo'lmaydi unaqa. But, however solishtirish har doim ham bo'lmaydi. Solishtirish bo'lgan paytida nimani olasan? Ikkala variantni mana 3-qilib qo'ying. But, howeverlar kelganda etc. Nima qilasan? Ikkala variant, ya'ni ikkita mana plus minus gap bo'lgan variantni olasan. Tushundinglarmi? Bu. Mana strategiyasi. Endi bu strategiya qanaqa ishlaydi desa, mana read sentence ga qancha vaqt sarflash kerak? O'qishga. Uzoq 30 sekund yetadi men o'ylashimcha. Chunki bu yerda tez o'qiysizlar, to'g'rimi? Tez o'qiganingizdan keyin nima qilishinglar kerak? Asosiy g'oyani tushunib olishinglar kerak, xolos. Tushunarlimi? Hop, ketdi. Optionni o'qishga. Ketsin 10 sekund ketadi, 15 sekund ketadi. Variantda uzun bo'lib qolishi ham mumkin-da. To'g'rimi? Mana shu paytda endi mana bu exclude, ya'ni variant chiqarib olish paytida eng oson payti. Ikkita variant sirasi chiqib ketadi. Chunki ekstra informatsiya bo'ladi yoki vobshe xato fikr aytgan bo'ladi. Qarama-qarshi fikr. Matnga. Tushundinglarmi? U sirasi chiqib ketadi ikkitasi. 50-50 qolib ketadigani bo'ladi, to'g'rimi? Bittasida aniq extreme word berib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. O'sha esa nima qiladi? Chiqib ketadi. Shu bilan senga yana 10 sekund ketsa, obje necha sekund ketar ekan? 40, 45, 55, 50-55 sekund. Ya'ni 55 sekunddan ko'p vaqt sarfladingmi? Bu savolga xato.
To'g'ri, eng ko'p vaqt ketadigan savollar turidan biri bu. Aldab o'tirmayman. Lekin bundan ko'p sarflamaylik. Tushundinglarmi? Chunki qolgan modulda balki qiynalib qolishing mumkindir. Bilib bo'lmaydi uni. Qolgan modulda nima? Qolgan modullar ichidagi qolgan savollarga demoqchi. Qiynalib qolishing mumkin. Qiynalib qolmaslik uchun mana shu vaqt limitini o'zingga qo'y. Timer qo'yib ishla kerak bo'lsa. Ishla shundoq qil. Vaqtga moslash, adaptatsiya qil. Bo'lmasa bo'lmaydi. Tushundinglar-a? Tak, bo'ldi. Tak.